Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Abbot, sohibi Abbot shunday bir hukmron bo'lgan. Uni davrida bir donishmand kishi bor ekan. Pokiza tozaligi bilan, o'zini notiqligi bilan, nutqini ravonligi va hikmati bilan nomi chiqqan bir odam bor ekan. Alaviy yigit, u ham o'ziga yarasha mashhur bo'lgan. Alaviy yigit bir jamoat to'planib turgan joyda u donishmand odamni kofir deb gapiradi. Endi bu gap bu donishmand odamga yetib keladi va u ham unga javoban, agar deydi men kofir bo'lsam, u alaviy yigit haromzodadir deydi. Haromdan bo'lgan deganman. Bu xabar ham alaviy yigitni qulog'iga yetib boradi. U yigit darhol o'rnidan sapchib turib o'sha Ray shahriga boradi. Ray shahrining hokimi kim dedik? Abbot. Uni oldiga boradi va u shayxdan, ya'ni u donishmand odamdan shikoyat qiladi. Balki dod faryod solib yig'lab deydiki, bizga bu narsa ravonmaydi, ya'ni sizga yaqinligi bilingan u shayx Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandiga, ya'ni menga, u kishini avlodidan kelaman demoqchida, menga nima dedi? Haromzoda dedi. Bu bizga endi to'g'ri keladigan gap bo'ldimi deb noliydi. Bu so'zdan u Abbotning ham qahri keladi. Darhol odam yuborib u shayxni shahriga olib kelishadi va podshoh o'zini huzurida tikka qilib qo'yib, sen qanday qilib imom Shofiyning ashobidan, imomlaridan hisoblanasan, seni bu ahvolingda birini bunday haqorat qilar ekansan? Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandiga, ya'ni u kishini qonidan kelayotganga haromzoda deysan? Endi bu aytayotgan gapingni to'g'rila, durust qil, yoki senga beriladigan, bermoqchi bo'lganimiz jazoga o'zingni hozirla kabi bir gap gapiradi. Sharti ketib parti qolgan deydimi, shunaqa masalan qabrni yoqasida turibsan ki bizni senga zulm qilgan qilib tarixga yozdirmaginda bu xatoni to'g'rila. Aytgan gapingdan qayt kabi. Durustla u gapingni ma'nosida. Bo'lmasa biz senga uqubat beramiz. Va bu uqubat berganimiz uqubatdan bundan keyingi xalq ibrat oladi va undan keyin hech kim senga o'xshab beadablik qilmaydi degan ma'noda. U payt shayx dediki, u donishmand odam, men sizdan adolat qilishingizni so'rayman. Meni guvohim dedi, ya'ni bu yerdagi o'sha alaviy yigitning o'zidir. Eng hikmatli joy mana shu yerda. Guvohim uni o'zidir. Uning o'ziga o'zidan yaxshi guvoh yo'qdir. Nima demoqchi bo'ldi bu yerda? Qaysi nima demoqchisan? Deganda shayx aytdiki, xalqni hammasi biladiki, uning onasini nikohini men o'qiganman. U bir joyda xalqning orasida meni kofir dedi. Agar u bu so'zini bir e'tiqod yuzasidan aytgan bo'lsa, unda kofirni nikohi, o'qigani nikoh durust bo'lmaydi. Uni onasining nikohini men o'qiganimga qaraganda, meni u kofir deyotgan bo'lsa, bu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, uni onasining nikohini bir kofir o'qigan bo'ladi va u nikoh to'g'ri bo'lmaydi va u oilada tug'ilgan haromzoda bo'ladi. O'shaning uchun u meni o'zi kofir dedi. Bu nuqtadan kelib chiqadigan bo'lsa, agar men kofir bo'ladigan bo'lsam, u nima bo'lib chiqadi? Haromzoda bo'lib chiqadi.
so'zdan qaytsa muammo yechiladi. Yoki meni kofir ekanligimga isbot keltirsin. Yo men kofir emasman, yo u haromzoda. Tanlov unda qoldi deb odobsizlikni eng go'zal bir shaklda jazolagan ekanda. Bu yerdan olishimiz kerak bo'lgan hikmat nima? Nega buncha ezmalandik desak? Chunki bugun bizni og'zimizdan chiqayotgan hech mas'uliyat his qilmaganimiz, odamlarning hayotini va taqdirini hech deb o'ylab, hech pisand qilmasdan qilayotganimiz haqoratlar, qilayotganimiz g'iybatlar, ig'volar, fitna, fasod, bular qadar oddiylashib ketdiki, oldin ayollar 4tasi yig'ilib qolsa birini g'iybat qilib qo'yishadi derdik, ammo bugun erkaklar ham choyxonalarda bo'lsin, u yoqda bo'lsin, bu yoqda bo'lsin, 4tasi birga bo'lib qolsa, ko'p guvohi bo'linayotgan holat 5-birini, u davrada bo'lmagan birini, kelolmagan birini, agar unisi kelsa boshqa kelolmagan birini mavzu qilish holatlari oddiylashib qoldi. Ota-onalar nuqtai nazardan kelib bu hikoyaga bir xulosa qiladigan bo'lsak, farzandga aytilish kerak bo'lgan gap shudir. Yolg'on va behuda so'zlar deyarli devonalikka o'xshaydi. Aytayotgan odam birovga bir so'z aytayotganda ikkita narsaga diqqat qilasiz. Aytayotgan so'zingiz yolg'on va behuda. Ya'ni birinchidan haqiqat bilan hech aloqasi yo'q. Safsata gapirmayotgan bo'lishingiz kerak. Yoki behuda bir gap gapirmayotgan bo'lishingiz kerak. Bir maqsadli bo'lish kerak. Nimanidir ko'zda tutib, nimanidir niyat qilib, bir maqsad bilan aytilayotgan gap bo'lish kerak. Gapirayotgan gaping, bolam. Sen agar bu ikkita narsaga diqqat qilsang, so'zlaringda yolg'on va behuda narsalar bo'lmasa, sen so'zlovchilarning eng yaxshilaridan biri bo'lasan. Va seni so'zingga har doim xaridor topiladi. Va seni so'zingga sotqin bo'lmaydi hech kim. Agar unday qilmasang, birovga yoqsin, birovni kuldiray, u bo'lsin, bu bo'lsin, vaqt o'tsin, zerikib qolmaylik, bir narsa deb turaylik kabi holatda so'zlaydigan bo'lsang, unutma, insonni boshiga keladigan har qanday tashvish seni boshingga kelishiga sen tiling orqali sabab qilib qo'ygan bo'lasan. Odam bu degan gap bor-ku, odam bu deymiz, shu odam bu degan gapni olmaganing shu bo'ladi. Sen ham insonmisan deymiz-ku. Avvalo har doim eshitishni o'rganishimiz va o'rgatishimiz muhimdir. So'zlashdan avval o'rganiladigan narsa eshitishdir. Eshitmay turib to'g'ri gapiradigan bo'lish juda qiyin masala. Buni dalili nima? Masalan, bir farzand tug'ilsa, unga yer tagidan bir joy qilib, u yerga uni ulg'ayish uchun olib chiqsangiz, u yerda uni parvarish qilsangiz, faqat onasini ko'rsa yo opasini ko'rsa va u bolaga, u endi tug'ilgan chaqaloq hech kim gapirmasa yillar davomida, hech bir so'z eshitmasa, u ulg'ayganda soqov bo'ladi. Soqovni boshqa bir nimasi bor, lol. Lolu hayron deydi-ku. Ham soqov, ham hayron bo'ladi.
endi boshqa bir yana nima bor. Barcha soqovlar kar bo'ladi. Hech bir soqov yo'q kar bo'lmagan. U eshitmagani uchun soqov. Tushuntira oldimmi? Endi bu sir emas-ku, hammamiz bilamiz. Bir hech narsani eshitmasa, u soqov bo'ladi. So'z ishlatishni bilmaydi, chunki eshitmagan u so'zni qanday ishlatishni. Shuning uchun biz endi nima eshitayotganimizga qarab bizni tilimiz chiqadi. Donishmandlarni, olimlarni, yaxshi bir ulug' insonlarni eshitsak, unga ko'ra. Ko'chadagi ikkita bezorni gapini eshitsak, unga ko'ra. Bu yerda donishmandlar nima deydi? Dononing pand nasihati seni ko'nglingni, ko'zini ravshan qiladi. Nima uchun? Chunki u pand nasihat aql va hikmat bilan sug'orilgan. Shunday ekan, bunday toifalarga yaqin bo'lgin, ularning etagini tutgin bolam, deyish kerak. Avvalo boya aytganimizdek, o'zimiz ham bunga amal qilishimiz kerak. Kitob o'qimasdan turib, o'rganmasdan turib o'rgatish kulgili bo'ladi. Endi muhim bir pandlarni aytib, nasihatlarni, maslahatlarni, bu nasihat va maslahatlar Anushirvon Odilga tegishli ekani aytiladi. Buni xalifa Ma'mun Anushirvon Odilni qabrini ziyorat qilgani borganda bu pand nasihatlar yozilgan nimani topishadi va uni tarjima qilib o'sha davrni o'zlari tushunadigan tilga mana bizgacha yetib kelgan. U yerda eng muhim nuqtalarni aytmoqchiman. Farzandiga nasihat, farzandlarga nasihat o'laroq aytiladi. Shuning uchun o'ylaymanki, bugungi suhbatimizni eng gultoji nuqtasi shu bo'ladi deb o'ylayman. Anushirvon Odilni farzandlariga, o'zini farzandiga, umuman keyin keladiganlarga, bizlarga qilganni pand nasihatlar desak bo'ladi. Ularning birinchisi shu: modomiki bu dunyoda har narsa almashib turadi, kecha va kunduz keladi, ketadi, keladi, ketadi, hollar ham xuddi shunday, bundan ajablanmagin. Hayotda senga keladigan qorong'u kunlarga ham ajablanma, yorug' kunlarga ham ajablanma. Taajjub qilmagin. Bizni nadomatlarimizni va haddan oshishlarimizni sababi taajjub qilishimizda. Qorong'i kelganda nadomatimiz ortib ketadi, keragidan. Yorug'lik kelganda hadsizligimiz ham oshib ketadi. O'shaning uchun bu yerda aytilayotgan gap shuki, o'zgaradigan holatlarga taajjub qilmagin. Bunisiga ham, bunisiga ham. Va yana shunday: atrofingizdagi do'stlar orasida hunarsizi bo'lmasin. Sababi hunarsiz odamlar na do'stlikka loyiqdir va na dushmanlikka loyiqdir. Do'stlaringiz orasida hunarsizi bo'lmasin, chunki hunarsiz odamlar na do'stlikka va na dushmanlikka loyiqdir. Ularni do'stga u yoqda tursin, dushmani ham qilib bo'lmaydi. U loyiq emas, ya'ni dushmanda ham ko'rib bo'lmaydi. Bilmaganini biladigandek ko'rsatayotgan yoki bo'lmasa o'zini dono deb hisoblaydigan johildan, nodondan parhez qiling deydi. Va yana deydi, agar rozimni, dardimni, ohimni dushmanim bilmasin desang, unda sen do'stingga ham aytmagin. Eng achchiqlaridan bittasi, har kimki bor sotarlar, sotib olarlar. Har bandani sotarlar va sotib olarlar. Ammo
bu oldi sottidan qutulgan, nafsidan ozod bo'lganlardir. Tushunarli bo'lish uchun sotilmaydigan, sotib olish mumkin bo'lmagan odam u faqatgina nafsini hujumlaridan, xurujlaridan, bosimlaridan qutula olgan odamdir. Unday bo'lmagan har qanday odam ham sotiladi, ham sotib oladi. Sotiladi deganda ham o'zini sotadi, ham boshqani sotib olmoqchi bo'ladi. Juda qo'rqinchli gapda bu. Gohida ayrim so'zlar eshitganingizdan keyin gapirgiz kelmay qoladi. Jim bo'lsangizda, boshqa hech gapirmasangiz. Shuning uchun shu joyda to'xtatsak bugungi suhbatimizni yetarli bo'ldi deb o'ylayman. İnşallah foydali bo'lgandir. Xush kelibsizlar. Keyingi hafta yana davom etamiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Farzandini qishloq ahli ko'madi. O'sha kuni qorong'uda sovuq qabrga qo'yishadi. Keyin uyquga ketadi. 2 kun, 3 kun uxlaydi deyishadi. 2 kun, 3 kun. Tutqanoq tutib qoldi deydi, og'zidan ko'piklari kelib bir kasalga chalinadi. Qo'rqqanidan nima qilishini bilmasdan borib, uyg'oning, 15 yil bo'ldi men sizga turmushga chiqqanimga. Bir marta onamni uyga yubormadingiz. Sulaymonimizni birinchi farzandi. Uni o'ldirdik. Yo'q edingiz. Uxlaydi va yana qayta ovga ketadi va oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin inson zoti yaqinlasha olmaydigan biriga aylanadi. Mana bozlik, har xil bozlik bor. Qimorboz, nashaboz, xo'rozboz, itboz, u boz, bu boz. Bozlik bir narsaga haddan ortiq deganda bir chegaragacha bir narsaga ko'ngil qo'yish mumkin. Ammo siz bir narsaga ko'ngil qo'ydingiz, haddan ortiq darajada. Keragidan ko'proq. Bugungi qahramonimiz Jayhun daryosi bo'ylarida yashaydi. Menga ancha yillar oldin aytib berishgan. Ovga haddan ortiq ko'ngil qo'yadi, mehr qo'yadi. Va bir ketishda haftalab uyga qaytmaydi, ov qiladi. Va ovdan qaytganda ta'riflashadi, ya'ni u odam safidan chiqib qolibdi deydi-yu. Shu odam safidan chiqib qolgan holatda eshigini tagiga keladi, eshigini taqillatadi. Ayoli u inson safidan chiqqan turmush o'rtog'ini eshikni og'zida uyga kirgizmasdan, bilmadim, uyga kiradigan holatda kiyimlarini yechirib, boshqa qilib bitlab ketadi, boshqa bo'lib ketadi. Bilmaymiz endi. 3 hafta qanaqa sharoitda yashaganini, ayiqqa o'xshab. So'ngra uyga kelgandan keyin ayoli uni yuvib tarab, boshqa qilib, keyin uyquga ketadi. 2 kun, 3 kun uxlaydi deyishadi. 2 kun, 3 kun. Keyin turadi, keyin miltiqlarini, ov anjomlarini tozalaydi. 1-2 kun yana uyda insonlar hayotiga moslashishga urinib ko'radi, lekin baribir bu bozligi tutib qolib, yana yo'lda davom etadi. Navbatdagi ovga chiqib ketadi. Bu haqida bir doston ham bor, Ola kiyik dostoni bor. Bu o'sha Ararat tog'i atrofida bo'lgan voqealarni bizga hikoya qiladi u doston. U dostonning ham qahramoni mana shu kiyik oviga
mukkasidan ketgan biri bo'ladi. Bu ham xuddi shunday Jayhun daryosi sohillarida yashaydigan ovga mukkasidan ketgan bir odam. Doim ovga ketadi, inson safidan chiqib uyiga qaytadi, ayoli yana uni odamlar safiga qaytarishga urinadi, lekin vaqt o'tib yana ovga ketadi. Xuddi shunday kunlarning birida qahramonimiz uyga qaytadi va uyquga ketadi. O'sha uyquga ketgan paytda farzandi tutqanoq tutib qoldi deydi, og'zidan ko'piklari kelib bir kasalga chalinadi. Ammo endi bu juda eski davrlarda bo'lgan voqea bo'lgani uchun nima kasalligini biz bilmaymiz. Ayol qo'rqqanidan nima qilishini bilmasdan borib endi uyquga ketgan ovdan qaytib kelib turmush o'rtog'ini uyg'otmoqchi bo'ladi. Yarim turg'izib siltaydi, bolamiz kasal, nima qilishni bilmayapman deb qo'y borsa yana joyiga qaytib tushadi, eshitmaydi. Yana turg'izadi. Qanaqa odamsiz deydi. Uyg'oning. 15 yil bo'ldi men sizga turmushga chiqqanimga. Bir marta onamni uyga yubormadingiz. Men seni arini suti bilan boqaman degandingiz. Lekin men bu yerda tomorqani ishidan bo'shamaydigan biri bo'ldim. Qo'llarim erkaklarning qo'ldek qavarib ketdi. Par yostiqlarda yotasan degandingiz. Bu hayotimning ahvoliga qarang. Sulaymonimizni birinchi farzandi. Uni o'ldirdik. Yo'q edingiz. U paytda nima qilishni bilmadim. Kimdan yordam so'rashni ham bilmadim. Bunisi ham kasal bo'ldi. Turing, yordam bering, nima qilay, nima qilishni bilmayapman deb qo'y borsa, boyagi yana yiqiladi. Oradan 3 kun o'tgandan keyin o'ziga kelib, uyg'onib, xomush o'tirgan ayolni ko'radi. Ayoli deydiki, o'g'limiz o'ldi. Erkak indamay turadi va go'yo hech narsa bo'lmagandek miltig'ini tozalashni boshlaydi. Va kun qoraymasdan narsalarni olib ovga ketadi. Farzandini qishloq ahli ko'madi. O'sha kuni qorong'uda sovuq qabrga qo'yishadi. Ayolga maslahat berishadi. Yaxshisi sen otangning uyiga qaytib ket. Bu odam bo'lmaydi. Bozlik shunday. Mukkasidan ketish shunday bo'ladi. Ayol narsalarni yig'ishtiradi va 15 yildan beri ko'rmagani ota-onasining uyiga yo'l oladi. Oradan 2-3 hafta vaqt o'tgandan keyin bugungi qahramonimiz ovchi ovidan qaytib keladi. Har doimgidek uni bir mehribon ayol kutib olishini istaydi. Ammo uy bo'm-bo'sh huvillab yotibdi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushadi va ostonada o'tirib qoladi. Nima bo'lganini tushunishga urinadi, ammo baribir tushunmaydi. U hayotini ov qilish bilan davom ettiradi. Ammo endi bitta farq bor. Uni har 3 haftada, 4 haftada bir odam bashara qilib turadigan deydi. Odam bashara bo'lib qolsan deydi-ku. Odam shakliga qaytarib turadigan va hech qachon dardlarini aytmaydigan, qiyinchiliklarini to'kib solmaydigan ayol yo'q endi. U 3 haftalik tanaffuslar orasida faqat uxlaydi va yana qayta ovga ketadi va oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin inson zoti yaqinlasha olmaydigan biriga aylanadi. Bozlik shunday. Insonni ko'zi hech narsani ko'rmaydi. Angla olmaydi. Faqat boz bo'lgani narsa ko'rinadi ko'ziga. O'shaning uchun har doim me'yor naqadar muhim ekanligi, sog'lom aql, sog'lom tutum, sog'lom hayot naqadar muhim ekanligi bizga ta'kidlanadi.
fanatizmning naqadar yomonligi. Bozlik bu fanatlik. Fanatizmni boshlanish nuqtasi johillik bo'ladi. Jaholat bo'lmagan odamda fanatizm bo'lmaydi. Hech bir fanatizm bo'lmaydi. Fanatizm faqat jaholat bilan bo'ladi. Sog'lom aql ishlamaganda inson bir narsaga fanat bo'ladi, boz bo'ladi. U nima bo'lsa ham. Umid qilaman bu yerdan siz yana fikr yuritasiz va o'zingizga tegishli boshqa xulosalarga ham kelasiz. Shunaqa aziz boshi zamon, yo'llaringiz ravon, Yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi hikoyaning sarlavhasini o'qib balki hayron qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Axlatxonadan tug'ilgan sharmandalik. Agar bir shahar iflos, makkor, shafqatsiz bo'lsa, u shaharning axlatxonalari ham ming karra jirkanchroq bo'ladi. Badbo'y bo'ladi. O'lim tikdek sassiq bo'ladi. Bu axlatxonalar boylik bilan qashshoqlikning kesishadigan nuqtasidir balki. U yerda ko'p narsalar topiladi. Qo'l soatlari, hatto oltin uzuklar, olmoslar, qanaqadir ruchkalar, xullas shaharda nimaiki bo'lsa hammasi u axlatxonalardan topiladi. Va hatto bir jamiyatni odamlari qanday yashayotganligini anglamoqchi bo'lsang, ularni kimligini tanimoqchi bo'lsang, ularga baho bermoqchi bo'lsang, ularni bir chiqindilarini titkilab ko'rgin. U chiqindilar u odamlar haqidagi eng to'g'ri ma'lumotni beradigan dalillardir. Siz ham uyingizdan chiqadigan chiqindilarni bir ko'zdan kechiring. Uni boshqalar ko'rish shart emas. Ko'rsa nima bo'ladi? U yerda nimalar bor? Juda muhim masala. U yerda bir tartib bormi? Bo'lsa, jamiyatda ham tartib bor. Yoki chiqindiga kelgandan keyin boshqalar tomonidan tartiblanayotgan bo'lsa, xafa bo'lmang, xafa bo'lmasligimiz kerak. Bizni ham qiyinchilikda qilib bo'lganimizdan keyin bir joylarga olib borib tartibga solib qo'yishadi. Jamiyat shunday boshqariladi. Unday jamiyatlar o'zini tuzatishdan mosuvo jamiyatlardir. Unday axlatlari, chiqindilari qorishib yotgan odamlarning ham hayotlari qorishib yotgan dalolatidir. Ular o'zini tuzata olmaydilar. Atrofga qanaqa ko'rinsalar ko'rinsin. Ammo ularni chiqindi idishiga boqarkansiz, kimligi ma'lum bo'ladi. Endi bir farrosh bor. U farrosh eskidan askar bo'lgan. Bugun farroshlik qiladi. Ammo u oddiy farrosh emas. Farroshlarning boshlig'i. Uning hayotga bo'lgan muhabbati, tozaligi deyarli bir afsonaga aylangan.
uning uyi mahalladagi eng dilni ochuvchi uydir. Go'yo bir musavvirning qo'lidan chiqqanday. U uydan bir baxt taralib turganday. Shunday bir maskan yani. Ayoli va bolalari bilan birga yashaydi. U uyda har narsani ta'riflash mumkindir-u, lekin u insonlarning mehrini o'zaro, cheksiz mehrini, saodat ichida yashashini ta'riflash qiyin. Hattoki u qahramonimiz farroshboshi ba'zan jo'shib ketganida uyida qayerdandir topib olgani bir dutori bor, uni qo'liga olib past ovozda hirgoyi qiladi. Negadir past ovozda ovozini chiqara olmaydi. Balki u dutor unga otasidan qolmagani uchundir. Balki u dutorni sotib olmagani uchundir. Shunchaki farrosh bo'lgani uchun tozalab, artib, chiqindilarni tartiblab yurgan paytlarda topib olgani uchundir. U dutorni ovozini baralla qo'yib chalolmaydi. Juda sekin chaladi va qo'shiq aytarkan ovozini deyarli ko'tarmaydi. Go'yo uni ovozi u jamiyatda eshitilishi mumkin emasdek. O'zini juda pastdagi bir pog'ona vakili deb hisoblaydi va aytadiki, bu yerda meni ovozim baland chiqishi nima emas, mumkin emas. Ammo qo'shiqlar aytadi. Past ovozda bo'lsin, qo'shiqlar aytadi. Endi uni qo'lida ishlaydiganlar, o'sha axlatxonada ishlaydigan farroshlar topilgan qimmatbaho buyumlarni soat, uzuk, bilaguzuk, qaychi, bilmadim yana va hokazolarni o'zaro bo'lishib oladilar adolat bilan. Ammo u yerda bitta istisno bor. U istisno nima desangiz, bu istisno bu qalamlar. U qalamlar farroshboshiga berilishi kerak. Ya'ni qahramonimizga. Uni bolalari uchun yig'iladi, zero uning bolalari maktabda o'qiyapti. Ular kelajakda haqiqiy janob va haqiqiy xonimlar bo'lib katta bo'lishi reja qilingan. Uni istashyapti. Farroshboshi bu qalamlarni sovunli suvda ehtiyotkorlik bilan yuvadi. Farrosh do'stlari unga bu qalamlarni berganda ular katta xursandlik va ishdan bir qanaqadir bir g'alaba tuyg'usini his qilishadi. Bu qalamlar ular uchun bir kelajak, bir yaxshilik yoki bir yaxshilik uchun hissa qo'shganlari uchun bo'ladigan ishlaridagi bir xotirjamlik. Endi hozir unday emas-ku. Hozir zamonlar o'zgardi tabiiyki. Bugun hammani farzandi maktabga borish imkoniyatiga ega, bu albatta quvonarli hol. Ammo bu yoki bunga o'xshash holatlar baribir uchraydi. Bugun hech kimni qalam bilan bir muammosi bo'lmasligi mumkin, ammo boshqa narsalar bilan muammolari bor. Muammo har doim bor. Endi bu farroshboshining qizi boshlang'ichda o'qiydi. 5-sinfda. Endi uyida juda ko'p qalam to'plangan, yuzlab rang-barang qalamlari bilan u faxrlanadi. Qizili, oqi, qorasi, ko'ki, sarig'i, mallasi, yashili. Ularning hammasi bir joyga jamlanganda
yorqin bir qalam xirmonini tashkil etadi. Ammo bu holat u uchun bir qanaqadir bir tashvish edi. Ya'ni tashvishligi nima desangiz, u bu qalamlarni manbasini gapira olmaydi, qayerdan olganini gapira olmaydi. Ya'ni otasi ularni chiqindidan yig'ib olganini oshkor qila olmaydi do'stlariga. O'lsa ham deydi-ku. O'lsa ham, o'ldirsa ham buni nima qila olmaydi? Ayta olmaydi, oshkor qila olmaydi. Chunki farroshboshi otaning axlatdan terib olgan qalamlariga ega bo'lish yoki bilmadim, bu kabi holatlar bolalar nazarida qabul qilib bo'lmaydigan darajadagi bir xorlikning, xo'rlikning ramzi. Qizcha bu sharmandaliklarni bostirish va g'ururini qondirish, balki bilmadim, bir narsa to'qiydi bularni qilish uchun. Dediki, bu qalamlarni menga tog'amning o'g'li sovg'a qilgan. Go'yoki uning tog'asini og'zigacha qalam bilan to'lgan bir ulkan do'koni bor emish, kabi. Bu yolg'on ta'sirida tufayli u endi qahramonimizning 5-sinfda o'qiydigan qizi o'rtoqlari orasida bir malikadek yuqori mavqeni qo'lga kiritadi va hammaga qalam ulasha boshlaydi. Endi bu saodat baqqolning ko'zi g'ilay, burundan har doim bir nimalar oqib turuvchi bolasining kutilmagan tuhmati bilan yakun topadi. U dediki, meni yashil qalamim bor, unga bir belgi qo'yilgandi. Men u qalamni yo'qotib qo'ygandim. U qalam mana shu qizni, farroshboshning qizini sumkasida deb aytadi. O'qituvchi keladi, qizni chaqiradi va uning sumkasidagi qalamlarni ko'rib hayratga tushadi. Keyin aytadiki, barcha qalamlaringni olib kel, uyingdagi. Qizcha uydagi barcha qalamlarni, minglab qalamlarni katta bir mato xaltaga to'ldirib maktabga olib boradi. Bu yerdagi bosh o'qituvchi maktabda qalamini yo'qotgan barcha bolalarni yig'adi. Keyin birin-ketin bolalarning yo'qolgan qalamlari u qizchaning uyumi, qalam uyumi orasidan topiladi. Qisilgan sari boyagi yolg'onni davom ettirgan qizcha oxir oqibat uyiga qochib ketadi, yugurib ketadi va ahvolni ko'zlari jiqqa yosh bo'lib oilasiga, otasiga aytib beradi. Nima qilishni bilishmaydi, yarim kechasigacha tortishishadi. Qizcha ota-onasiga iltijo qiladi. Ya'ni u qalamlarning axlatdan chiqqanini aytmasligi uchun ularga deyarli yolvoradi. Agar uni axlatdan olinganligini aytsa, o'zini o'ldirish bilan tahdid qiladi. Qizcha so'raydi, axlatdan
qalam topib olish o'g'irlikdan yomonmi deb so'raydi va javobni ham o'zi beradi. Yomon deydi. Ha, axlatdan qalam topib yashash, axlatdan topilgan narsani ishlatish o'g'irlik qilishdan yomon deydi. Bu javobidan o'zi qoniqadi. Farroshboshi qizining bu chuqur sharmandaligini va o'zini o'ldirish tahdidini to'g'ri tushunadi. Otalik vijdoni bilan bir axloqiy mas'uliyat o'rtasida qovrilishni boshlaydi. Yoki o'g'ri degan tamg'ani bilmadim. Yani boshqacha aytsak, o'g'ri degan tamg'ani yo'q qilish turibdi. Yoki qashshoqlik keltirgan sharmandalik turibdi. Qaysini qabul qiladi? O'zini o'g'ri deb atab kambag'alligini berkitadimi? Teskarisini qiladimi? Ertasi kuni ertalab maktabga boradi. Deydiki, bu qalamlarni haqiqatan ham tog'asining o'g'li qizimga bergan deydi. Ya'ni ota bilardi unga hech kim ishonmasligini va ularni qizini, ya'ni o'g'ri deb tan olishini biladi va bunga rozi bo'ladi. Nega? Chunki chiqindidan narsa olib ishlatar ekan degan bir narsani qabul qilisha olmaydi. Undan ko'ra bular o'g'ri. Bu undan yaxshiroq tuyuladi. Endi sizga savol. Sizda qanday? Siz qanday qaror qabul qilgan bo'lardingiz? Otasining bu yolg'oniga tabiiyki aytganimizdek hech kim ishonmaydi. Go'yo ularning o'g'riligi fosh qilinadi. Ya'ni qizaloqning o'g'riligi fosh qilinadi va maktabdan haydaladi. Bu hodisadan so'ng u oila g'oyib bo'ladi. Endi biz oz avval ta'rifini qilganimiz chiqindidan topilgan noyob narsalar bilan bezatilgan farroshboshining uyi u go'zal maskan, qop qorong'u, eshik, devor bo'm-bo'sh. O'sha yaltiroq, mehrga to'la maskan endi bo'm-bo'sh, o'lik, motamli bir uy go'yoki unga aylanadi. Mahalla bolalari u uyning chiroyli bog'ini oyoq osti qilishgan, gullarni tepib yanchishgan. Ya'ni o'sha ramsiz shahar bir oilaning umidlari va or-nomusini ezib tashlagan va ularni jimlikka, yo'qlikka ko'mib yo'q qilgan. Zero do'stlar, katta shaharlar razil va shafqatsiz kirlangan bo'lsa, uning axlatxonalari ham o'lim tikdek sassiq taratadi. O'sha shafqatsizlikdan 1000 karra yomon bir badbo'y. Endi bu badbo'y chiqindidanmi, chiqindiga aylangan odamlardanmi? Buni do'stlar aniqlash qiyin.
mana shunaqa. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun ko'pchilik moliyaviy sarmoya haqida o'ylaydi, ammo siz o'zingizga qachon ma'naviy sarmoya kiritdingiz? Biz ilmni, fikrni va o'sishni qadrlaydigan insonlar bilan intellektual klub tashkil qildik. Har oy yangi kitob, yangi mavzu, yangi fikr ustida suhbatlar tashkil qilamiz. Agar siz ham intellektual muhitda bo'lishni, fikrlashni, o'sishni istasangiz, quyidagi havola orqali safimizga qo'shiling. Mana assalomu alaykum avvalambor. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Yanglish xatolar ichida ekanligingizni anglamasangiz va haqman deb o'ylasangiz, xato qilishni to'g'ri ish qilyapman deb davom etaverasiz. Ya'ni odam xato qilayotganini bilmasa va qilayotgan ishini to'g'ri deb qilsa, xatoni shijoat bilan qiladi. Meni nazdimda shu bir jazodir. Inson fitrati to'g'ri bilan noto'g'rining farqiga boradi, to'g'rimi? Har bir inson Gyote'ni mas'ulini aytganda zotan to'g'ri mantiq yuritadi. Tug'ilgandan boshlab haq nima, nohaq nima, to'g'ri nima, egri nima, yaxshi nima, yomon nima, issiq nima, sovuq nima, hammasini bilimi bor insonda. U bilimni qayerdan biladi? Mantiqni ishlatgani uchun biladi. Ammo biri xatoni to'g'ri deb qilayotgan bo'lsa, demak uni mantiq ishlamayapti. Biri bir yanglish ekanligini fahmlamayotgan bo'lsa, bir baloni ichidadir. Eskilar zo'r aytgan. Ko'zing ko'r ekan seni deydi. Ya'ni hamma ko'radigan narsani qanday ko'rmading degani. Masalan, bir haqqa qarshi chiqayotganlar nimaga suyanayotgan bo'lishlari mumkin? Biri bir haqni, to'g'rini aytib turganda orqasidan kelib unga ishonmanglar, bu o'zi bunday deyotgan odam, biri bir haqni gapirib turganda, bugun masalan, u ketgandan keyin orqasidan do'stlar davrasida yomonlab qo'yadi. O'zicha bunday dedi, ammo aslida bunday deyotgan odam. Birini qo'rqmay obro'sizlantirishga jur'at topayotgan odam. Yoki 100% o'zini haq deb, men to'g'riman deb o'ylayotgan odam. Men bu yerda o'ylayman, mana shu bir balodir. Ya'ni pardalar tushirilgan atrofida. Hamma ko'rayotgan narsani ko'rmaydi. Xuddi boyagi Abu Lahabdek. Qayerga borsalar payg'ambarimiz bu bunday deb xalqni da'vat qilsa, orqasidan kelib unga
ishonmanglar. Ota bobolaring qilgan ishdan voz kechib endi buni aytganda qilasizlar deb yurishi. Yoki bilmadim. Ko'rsam qo'limdagi tosh bilan boshini yoraman deydigan darajada jur'atli bo'lishi birining. Yo'qqa yuboraman uni. O'ynashmasin men bilan. Kim bo'pti u? Kabi narsalar. Mana shu bir balo deb o'ylayman men. Shunday tutum. Bir musulmonni xavf ichida qoldirib ketisham, desamki, Muhammad Ali, shu qilgan ishingizga javob berasiz hali. O'ylamang oson qutuldim deb. Bir kun keladi, ko'rsatib qo'yaman sizga desam, sizni bir xavf bilan qo'rqitdim-ku, to'g'rimi? Va ketdim oldingizdan. Sizni shunday qoldirib ketdim. Tahlika, xavotir, qo'rquv ichida. Men qanaqa odamman men? Kimman? Buni qilishga jur'atni men qayerdan olganman? Allohning bir bandasi, Allohga har kuni ibodat qiladigan, har kuni nola qiladigan birini qo'rquv ichida, xavotir ichida yashatish kimni haddi sig'ish kerak? Sig'adi bunday qilishga. Faqat baloni ichidagi odamni deb o'ylayman. Haddi sig'adi. Baloni ichidaligini o'zi bilmaydi. U hozir boradi, Robbisiga duo qiladi. Qalbi qo'rqib turibdi. Qalbi og'rib turibdi. Xavotir ichida turibdi. Men uni anglamayapman. U hozir shikoyat qiladi mendan. O'ziga ko'p ishongan va baloni ichida bo'lgan odamlar juda ham ko'p. Yuzlari juda go'zal insonlar ham bor ularning ichida. Alloh bir paradoksda Abu Lahabni ham yuzi go'zal bo'lgan. Yuzlari qip-qizil bo'lgan. Juda kelishgan odam bo'lgan. Ammo u yuz yonishga mahkum yuz. Uni kim yondiradi? U o'tin ko'tarib boradigan ayol kim edi? U endi tasavvurda u ayoldan so'rasa, qayerga ketyapsiz? O'tinni ko'tarib bersa. Erimni oldiga, eringiz kim? Olovlar hukmdor. Bu nima qilasiz bu o'tinni? Ana shu olovda yoqaman. Olovda nima yoqiladi? Erim bilan men yonamiz. Tasavvur qilishcha endi boyagi tasvirni boyitib beryapman-da endi. Ismiga nimani qo'shib chaqirishadi? Jamil, go'zallik. Ummu Jamil deyishadi. U go'zallik o'zi yonadigan olovni yerkalab do'zaxga kirishi va'da qilinadi. Mutlaq shunday. O'zgarmaydi. Hozir. Shuning uchun biz ham boshqalar haqida, boshqalarga o'zimiz o'ylab yurishimiz bu boshqa masala.
bu yaxshi odam emasda, bu xatoni ichida-da, bu undayda, bu bundayda deb shubha qilishimiz, gumon qilishimiz, do'stimiz bo'lsa yonimizga chaqirib, do'stim shu fikr kelib qoldi deyishimiz, bu boshqa masala. Ammo falonchi bunday deb jar solishimiz bunday bo'lmasa-chi? Ya'ni xato qilayotgan bo'lishimiz mumkin. U er xotin ham xato qilyapman deb qilmaganda u ishini. Alloh sog'lom mantiqni ishlatmay qo'yganda. Va aytdik, hamma odam mantiqan hamma narsani biladi o'zi. Sal o'ylasa, inson topadi, insonni Alloh shunday yaratgan. U mantiq degan bir bilimni olgan bo'lishi shart emas. Masalan, mantiq nima degani? Mantiq tafakkur qilish qoidalari deylik. Mana til qoidalari bor. Odam til qoidalarini bilmasa ham gapiraveradi. Xuddi shunda inson mantiq qoidalarini bilmasa ham tafakkur qilaveradi. Ammo til haqida gapirish uchun qoidani bilish kerak. Gapirish uchun emas. Til haqida gapirish uchun qoidani bilish kerak. Xuddi shunday fikrlash uchun mantiq shart emas, ammo fikrlash haqida fikrlash uchun, birini fikri haqida bir fikr bildirish uchun unda mantiq ishlash kerak. Ammo birinchi qismi ishlamay qolsa-chi? Umuman to'g'ri mantiq yurita olmaydi. O'zini xabari ham yo'q. Bu bir balo. Buni boshqa men nom topa olmadim. Nega balo deyapman? Ana til balosi, tuhmat balosi, suv balosi, o't balosi. Ya'ni inson chorasiz uni qarshisida. Qo'lidan bir ish kelmaydi. Allohning balosi deymiz. Allohning balosi kelganda qo'li quruq birga yonadi. Chorasizlik bor u yerda bir. Meni kimligim, uni ham uncha ahamiyati qolmaydi u yerda. Men qo'rqamanki, mana shu o'zlari buning ichida biz ham bo'lishim, hamma ham bo'lishim, bu o'ylab ko'rish uchun aytilayotgan gapda. Katta gapirma deydi-ku eskilar. Pastroq tush deydi-ku, ko'p katta gapirma. Ma'lum emas chunki. Ma'lum emas. Inson yanglish joyda bo'lib turib o'zini to'g'ri joydaman deb o'ylashi mumkin. Unga bu bir balo o'laroq kelgan bo'lishi ham mumkin. Va o'lguncha ham anglamasligi mumkin buni, Alloh asrasin. Shunday o'lib ketishi ham mumkin ana er xotinga o'xshab. Tirikligida qayerga borishi ma'lum qilib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Agar ma'lum qilib qo'yilmaganda edi u er xotin haqidagi hukm u nozil qilinmasdi. O qadar aniqdiki, u xabarni olib kelganini sharmanda qilish uchun ham iymonga keldim deb yuborishi mumkinmidi ular? Ana yolg'on chiqdi sen aytgan gap. Mana men iymonga keldim deya olmadi, qila olmadi, aqliga ham kelmadi. Butun dardi qarshisidagi odamni sharmanda qilishku, to'g'rimi? Sharmanda qilishning eng zo'r yo'li u aytgan xabarni yolg'onligini isbotlashmi? Iymon keltirdim desa, u xabar yolg'on bo'lib chiqadimi? Lekin uni qila olmaydi. Butun fitnalar bo'yicha usta bo'lib ketgan, qoralash, yo'q qilish, badnom qilish, yomonotlik qilish, obro'sizlantirish bo'yicha usta bo'lib ketganlar bu oddiy haqiqatni ko'ra olmaydi. Ularga bu ko'rsatilmaydi. Nega? Chunki hukm o'qilib bo'lingan. Bir narsa qilganki ular bu baloga giriftor bo'lgan.
O'shaning uchun bularni hamma masalanda endi o'zini hayot haqida to'pini boshdan olib qo'yib o'ylaydigan gap ko'p ishlatiladi-yu. Bunday olib qo'yib o'ylashimiz kerak. Shunday narsa yo'qmi bizni hayotimizda? Yana aytaman. To'g'ri deb qilayotganimiz noto'g'ri ishlar yo'qmi? Agar o'zimiz topa olmasak, atrofdagilardan so'rashimiz kerak, do'stlardan, ustozlardan, yaqinlardan so'rab, do'stmisan? Ayt menga. Ustoz, ayting. Menda bir o'zim ko'rmayotgan narsani ko'rmayapsizmi? Bu o qadar boyagi nimaki, ya'ni uyalmasdan so'rashimiz kerak bo'lgan narsa-da, bu yerda uyalib bo'lmaydi, keyin yomon uyalamiz. U yoqda. Shuning uchun hozir so'rash kerak. O'zimiz ko'ra olmayotgan bo'lishimiz mumkin. Hatto buni duolarda ham so'rash mumkin. Shunday bir narsa bo'lsa, Robbim, men ko'ra olmayotgan yanglishlarim bo'lsa, menga uni ko'rsat va tuzatish uchun kuch ber, imkon ber, hayrat ber, yo'l ko'rsat. U marazdan qutqar meni. Qalbimdagi, amalimdagi kabi. Bu bir mujodala. Bu bir bizdagi yomonlik bilan kurash. O qalbimizda hamma qalbni kichkina yo hech tasavvur, men o'zimcha tasavvur bir billurday bir qasrda endi qalbi, inson qalbi. Uni ichida kichkinagina juda ham bir burchakda boyagi tasavvur qilish uchun endi o'zimcha nima bor u, boyagi Uzuklar hukmdori degan kino bor u. U kinoda yuzi xunuk bir qahramon bor-ku. Doim uzukni orqasidan nima qilib yuradigan. Xuddi o'shanga o'xshagan iblis burchaklarda bekinib o'tiradi. Katta billurday bir qalbni, qasr deb oling endi, billur. Uni burchaklarida hech kimga ko'rinmasdan boshqa qilib zikrlar aytganingizda o'kirib yig'laydi. Chinqirib yaralganiga pushaymon bo'lib ketadi deydi-yu. Ojiz, notavon, bechora, yagona ishi bor uni. Sizni hayolingiz buzilishini kutib o'tiradi. Bir marta buzilsa ekan deydi. Menga bir marta imkon bersa ekan bu odam deydi. Uni yagona ishi sizni hayolingiz buzilishini kutib o'tirish. Shuni buzildimi, uni davri keldi. U bir umr u davri kelishini kutib turadi. Ana shu yerdan ushlaydi-da sizni. Ichkaridan. Endi boyagi billurday qasr uni hukmiga o'tishni boshlaydi. U boyagi burchaklarda yurgan kattalashishni boshlaydi. Va billurday qasrni qop-qorong'i bir joyga aylantiradi. Va hukmron u endi u yerda. Sizni boshqaradi, sizni aynitadi, vasvasa qiladi sizni. Ammo qo'lingizga yana tasbih olishingiz bilan chinqirib burchak qidirib qoladi, qayerga borishini bilmay. Bu kurash ichida yashaydi inson. Qalbimizda vasvasa qiladigan deb ta'riflanganda, o'qiganimda ustozlarimiz mana shunday qilib tushuntirib bergan. Tushunishimiz uchun. Qo'rqoq, notavon, g'azabga uchragan, tashlandiq iblis bolalari. Billurday qasr burchaklarida vaqt kelishini kutib yashaydi. U vaqtni berasizmi? Berishni istaysizmi? Hech kim istamaydi. Ammo kunda 1000 martalab ularga imkon beramiz. Vasvas qilish uchun. G'ulg'ulalar, boshqa narsalar.
Mana bu narsalar haqida tafakkur qilib, o'ylab, nega unday ekan, nega bunday ekan, nima qilsam bunday bo'larkin, qanday qilib bir nima deydi? Ha, dunyo haqida hamma bilimga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo bu bilimni bilmasangiz, o'zingizni kimligingiz va qanday boshqarishingiz mumkin. O'zini tanimaydi bu deymiz. Dunyoni tanibdi, o'zini tanimabdi deymiz. Dunyo haqida hamma bilimga ega, o'zi haqida hech narsani bilmaydi. Hamma bilgan narsalarni biladi. Sizni siz qilib turgan narsa hech kim bilmaydigan tomoningizdir. Bir jamiyat vakili olarak Muhammad Ali Yoqub kim? Bir farzand olarak Muhammad Ali kim? Yoqub kim? Bir ishchi olarak kim bular? Bir ota olarak, bir do'st olarak. Alohida. Do'st Muhammad Ali bilan ota Muhammad Ali bir xil bo'lmaydi. Ota Muhammad Ali bilan farzand Muhammad Ali bir xil emas u. Hammasi alohida nimalar. Ya'ni men sizni tanimoqchi bo'lsam, har joyda alohida taniyman. Ammo bir Muhammad Ali bor. Bularning bittasiga o'xshamaydi. U Muhammad Ali hammadan berkitib yurilgan, faqat o'zigina biladigan Muhammad Alisi bor o'zi. Uni hech kimga ko'rsatmaydi, uni hech kimga tanishtirmaydi. Yolg'iz qolgandagina u o'rtaga chiqadi. U Muhammad Alini taniydimi? Bu Muhammad Ali tanimaydi. Hamma gap shunda. Meni siz haqingizdagi fikrim, dunyoni siz haqingizdagi salbiy yo ijobiy fikrlari hechdir. Ammo u hech kim bilmaydigan Muhammad Ali haqidagi sizni fikringiz muhimdir. Ammo u yerda siz xolis bo'lish uchun uni bir qadar tanishingiz kerak bo'ladi. Tanimasangiz, sizni ham fikringiz hechdir. Bo'sh yashapsiz deganidir. Shuning uchun bir nechta diqqat qilish kerak bo'lgan nuqtalar haqida gapirdim deb o'ylayman. Bu o'zimizni tanish, amallarimizni tanish va tuzatish yo'lida nimalarga diqqat qilish kerak. Bunday yo'ldan sekin-sekin ilgarilab borsak, mujodalamiz shu bo'ladi. Va bir kunida qaraymizki, bir qadar o'zimizni tanibmiz, bir qadar o'zimizni tuzatibmiz. O'zimizni tuzatib dunyoga bunday qarasak, dunyo ham tuzalib qolibdi. Sen yaxshi bo'lsang, hamma yaxshi deydi-yu. Sen tuzalsang, dunyo tuzaladi deydi-yu. Biz hammani tuzatib yurimiz, o'zimiz bilan nima ishimiz yo'q. Yaxshi. Diqqat bilan eshitganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Otabek qo'ygan chiroqlarda hayajonlanib o'tiribman. Ammo bu hayajonlar bir kun yo 2 kun bo'ladi. To ko'z o'rganguncha. Keyin u oddiy narsaga aylanib qolaveradi. Hayotda hamma narsa shunday. Masalan, yuragingizni bergan odamingiz ham siz uchun odatiy bir odamga aylanadi, vaqt soati keladi. Ammo masala bir rishta bormi? O'rtada. Ko'rinmaydigan. Boyagi visol muhabbatning go'zal o'limi deydi-yu. Agar toza, moddiyatga qurilmagan, narsalar bo'lsa, munosabatlar yashashda davom etadi. Ammo u ham bir joygacha. Ya'ni oxirigacha emas. Mana sizdagi narsalar ikkiga bo'linadi. Sizdan olib qo'yish mumkin bo'lgan narsalar, sizdan olib qo'yish mumkin bo'lmagan narsalar. Biz har doim
jamiyat olarak insonlar ko'proq bizdan olib qo'yilishi mumkin bo'lgan narsalarga sarmoya kiritamiz. Hayotimiz davomida harakat qilayotgan hamma narsamizni bizdan kimdir olib qo'yishi mumkin. Uy, joy, mashina, udir, budir, kreslolar, hamma narsa. Ammo bizdan bitta narsalar bor, olib qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni insonni qo'lida emas, faqat Allohning qo'lida uni olish. Bu ham aqlingizda olish bilan olinadigan narsalar. Ya'ni sizni qalbingizga, ichki ichingizga, fitratingizga, zohiringizga, botiningizga qilingan sarmoyalaringiz sizdan olib bo'lmaydi. Ya'ni bir form, shakllar yo'q u yerda. Shaklga solinmagan va shaklga sig'maydigan narsalar bor. Masalan, men uzoqdan olib kelyapman, qayerga olib kelayotganimni tushuntiraman hozir. Masalan, biz surat va shakl deymiz. Shakl biz his organlarimiz bor, ko'zimiz, qo'limiz tutib, ko'rib mumkin bo'lgan narsalar hammasi shaklga kiradi. Qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, his bilan emas, faqat aql bilan, tafakkur bilan anglaydigan narsalar suratga kiradi. Shuning uchun surat botinga tegishlidir, shakl zohirga tegishlidir, ko'rinishdir. Botin u surat, buni o'z deymiz. Yo us deymiz. O'z nima? O'zi bilasanmi deymiz. O'zi deganda aslini bilasanmi degan ma'no. O'zi buni bilasanmi? Buni aslini bilasanmi? O'zi bu narsani tushundingmi? Buni aslini tushundingmi, mohiyatini degan ma'noda. Shuning uchun olimlar aytadi, dunyoda ikkita javhar bor deydi. Biri o'zdir, biri to'zdir. Chang, tuproq, yerni, bu zaminni javharidir. To'z to'polon bo'lib ketdi deymiz. To'z javhardir. Tabiatdagi o'z insonni javharidir. Mohiyatidir, suratidir. Ko'zga ko'rinmaydigan. Biz surat, sirat deb aslida surat bilan sirat bir tomonga tortadi. Shakldan farqi shu. U haqiqat bilan aloqador masalalar. Ana u yerda qilingan narsalar o'rganib qoldim, ko'nikib qoldim, ertaga oddiy narsaga aylanib qolmaydi u narsa. U javhar, tushuntira oldimmi? Ana endi sizni munosabatlaringizni gapni qayerga olib keldim. U javharda bo'lsa, sizni o'zingizda bo'lsa, aslingizda, mohiyatingizda. U yillar o'tsa ham o'zgarmay turaveradi. Ammo shakllar bilan, yoshliklar bilan, noz qarashmalar, ishvalar bilan bog'liq bo'lsa u munosabat 2-3 marta ko'rib o'rganganingizdan keyin u bir shakl oladi. Uni siyratga aloqasi yo'q. Faqat u shakl doimiy ravishda buziladi. Yipranadi, to'kiladi. Insonni shakl olib qo'yish mumkin bo'lgan qismidir. Uni yillar olib qo'yadi, dardlar olib qo'yadi, istiroblar olib qo'yadi. Oladi-da oladi. Bir kuni bittasi ayoli bilan endi ko'p yillar yashab mana shunaqa bo'lib qoldi endi. Faqat shu 30 yil yashagani uchun gina bir xonada o'tirishadi. Yani aytadi, biz yillar shu darajada ko'p yashadikki, bir-birimizni gapirmasdan ham tushunadigan bo'lib ketdik. Biz gapiradigan gapi yo'q o'zi. Ya'ni gapiradigan gap qolmagan. Bahona nima? Gapirmasdan ham tushunadigan bo'lib ketdik. Deydi. Xuddi shunday, ammo xonada o'tirishaveradi soatlab. Nega? 30 yilda hurmati bor. Bolalarda hurmati bor. Bir umrda hurmati bor. Yaxshi yomon kunlarda xotirasi bor. O'tirishaveradi. Ammo bir-biriga bog'liq hech narsa qolmagandek go'yo xotiralardan boshqa. Va kunlardan bir kuni ular bir restoranda o'tirishibdi. Stolning ustida olma turibdi. Ayol olmani olib yeyishga uringanda erkak, "Ha, olma" deydi. Ayol aytadi, "Esladingizmi bu olmani?" Erkak butun xotirasini titkilab chiqyapti, olma haqida xotira yo'qda.
Ayol aytyapti, esladingizmi buni? Olmani ha desa, erkak butun mana shu ayol bilan tanishganidan beri hammasini eslayapti, xotira yo'q olma bilan bog'liq. Endi olma, shu olmada bir kuni shu Nyutonni kallasiga tushgan, keyin tortish qonuni deb boyagi aravani quruq olib qochayotganda ayol juda qattiq xafa bo'ladi. Va deydiki, siz birinchi marta ikkalamiz o'rtamizdagi dialog shu olmani siz menga berishingiz bilan boshlangandi. Bu naqadar qizil va nafis, yuzingiz va o'zizga o'xshaydi degandingiz. Hayotida o'ziga juft tanlash uchun tanlagani ikkita muhim jumlani unutgan bir odam haqida gap ketyapti. Va balki hozir sizlarning ham oranglarda juda ko'pchilik kelin bilan birinchi marta uchrashganda nima degani esida yo'qdir. Ammo unutmang, borgan sari u esdan chiqib uzoqlashib ketaveradi. Voy 30 ga kirdim, 40 ga kirdim deylik, mayli. Chekmagan dardim, ichmagan nimam qolmadi. Xotin ermakka aylangan, bola ovunchoqqa, qolgan yana 40 yilni nima bilan to'ldirishga hayronman. 40 ga kirdim, qiladigan nima ish qilishni bilmayman endi. Hamma narsani qilib bo'ldim go'yo. Yonimda yana 40 yil yashashi mumkin bo'lgan odam bilan nima qila olishimni bilmayman deydi. Nega? Sarmoyani faqat nimaga shaklga qilishni o'rganda. Atrof ko'rsin. Bunday ko'rinishlik, bunday o'tirib bir kitob o'qimagan. Bir narsa muhokama qilmagan. Hayotdan bir ma'no qidirmagan. Qidirgan hamma narsasi shakllarga bog'liq. Atrofdagilarni shakliga kirishga, qo'shnilarni, boshqa juftlarni shakliga kirish, o'ziga tegishli, faqat ulargagina tegishli bo'lgan bir makon ham yo'q. Dunyoda shunday bir joy yo'qki, faqat u ikkalasi u yerda oxirigacha samimiy va soatlarcha zerikmasdan suhbat qilishi mumkin bo'lsin. Unaqa joy yo'q ularning. Joyi uyi. Tamam. Va u qadar bir-birini oldida bemalol bo'lib ketganki, o'zini aslidan yaxshiroq qilib ko'rsatishga ehtiyoj ham sezmaydi. Mana vitrin effekti deb gapiryapmiz. Vitrin effekti nima degani? Men do'konlarda eng yaxshi narsani tashqariga ko'rinadigan qo'yib qo'yadi. Mollarni eng yaxshisini. Biz ham hayotda o'zimizni eng yaxshi versiyamizni boshqalarga taqdim qilamiz va buni sotsiologiyada vitrin effekti deydi. Ular u qadar nima bo'lib ketganki bir-biri uchun o'zini eng yaxshi holatini ko'rsatishga ham hojat yo'q endi. Bunday begonalik bo'lishi mumkin. Nima o'ylasiz? U qadar ham uzoq bo'lishi mumkinmi bir uyda yashab? Bu nima degani? Hech ahamiyat yo'q degan. Nima bahona qilsa qilaversin. Biz gapirmasdan bir-birimizni tushunadigan bo'lib ketganmiz desa deversin. Gapi yo'q. Qolmagan gapi. Va balki hech qachon gaplashmagandir ular. Ba'zan odam pul topadi, lekin ma'naviy jihatdan kemtiklik his qiladi. Hamma narsa bor-u, ammo nimadir doim yetishmayotgandek tuyulaveradi. Bunday vaqt insonni ruhini ko'taradigan, hamfikr bo'lib yangi g'oya, yangi fikr ulasha oladigan muhit juda ham muhimdir. Biz ana shunday intellektual klub tashkil qildik. Har oy yangi kitob, yangi mavzu, yangi fikrlar ustida suhbatlar tashkil qilamiz, muhokamalar qilamiz. Ishoning, bu muhit sizga huzur va xotirjamlik, eng asosiysi hayotdan ma'no topishingizga yordam beradi. Safimizga qo'shilish uchun quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Toshkentdan mehmonlarimiz keldi. Otabek operatorimiz, Adhamjon rejissyorimiz, Husniddinmiz? Isobek rassom.
Sizni ismingiz nima edi? Alisher aka. Endi Alisher aka direktor, yo buxgalter. Pul beradigan. Bu yoqda ismingiz? Husniddin aka, bu prodyuser. Farruh bu bizni Istanbuldagi talabalarga bosh qosh bo'lib yuradigan yigitlar. Hozir bular kelib menga mana bunaqa qilib boshqacha chiroq qo'yib berishdi. Aka deyishdi, sizni chiroqchilaringiz bo'lmaydi. Biz qo'yib beramiz chirog'ingizni. Faqat nima, keyin men ham ilhomim kelib ketdi, bularga bir hikoya aytib berdim. Siz ham eshitib qoldingiz. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum.